Bugun biz sizlar bilan rus tilida yangi so'zlarni o'rganamiz va bu so'zlarimiz bizda C1 darajadagi so'zlar bo'ladi. Ya'ni yuqori darajadagi so'zlarni o'rganamiz. Birinchisi bu сравнивать. Bu ikkita narsani solishtirishga nisbatan aytiladi. Har doim biz fe'lga savol berish o'rganishimiz kerak. Ya'ni сравнивать что-то или сравнивать кого-то. Ya'ni kimnidir solishtirish yoki nimanidir solishtirish bo'ladi. Что-то bo'lsa nimanidir, кого-то bo'lsa kimnidir solishtirish. Misol uchun, bu yerda SV holati va NSV holati yozilgan. NSVda сравнивать deb aytamiz, ya'ni bu NSV shakli bo'ladi. Tugallangan qilib aytadigan bo'lsak, SVda aytamiz, сравнить bo'ladi. Misol uchun, tugallangan qilib misol yozib qo'yganman. Например, она сравнила цены. U narxlarni solishtirdi. Endi shu yerda bitta iborani o'rganamiz. Перед тем как. Buni qachon ishlatamiz? Buni fe'ldan oldin ishlatamiz. Ya'ni bu bilan birgalikda fe'l keladi va bu biror narsa qilishdan oldin bo'ladi. Например, перед тем как ложиться спать, например. Uxlashdan oldin degan tarjimada keladi. Перед тем как кушать desak ham bo'ladi, например. Перед тем как кушать. Вот. Ya'ni fe'ldan oldin biz buni ishlatishimiz mumkin ekan. Biror narsa qilishdan oldin degan tarjimada kelar ekan. Keyingisi bu tugallanmagan shakli, ya'ni сравнивать shakli. Bu yerda biz mana shunaqangi qo'shimcha ravishni berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni NSV ekanligini bildirib aytishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir я часто сравниваю. Men ko'pincha solishtiraman, ya'ni tez-tez yoki ko'pincha degan ko'p holatlarda degan tarjimada kelishi mumkin. Результаты своих учеников. Rezultat bo'ladigan bo'lsa, natija, ya'ni o'z o'quvchilarining natijasini ko'pincha solishtiraman degan tarjimada kelyapti. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Подтверждать. Bu biror narsani ma'qullash. Bu yerda ko'pincha подтверждать dokumenti bo'lib keladi, ya'ni tasdiqlash degan ma'noda ham keladi. Ya'ni dokumentlarni tasdiqlash degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Bu yerda faqat что-то bilan aytamiz. Подтверждать что-то. Или подтверждать чьи-то слова. Ko'p ishlatiladi, ya'ni kimnidir gapini ma'qullash. Ya'ni чьи-то слова. Я подтверждаю ваши слова. Men siz gaplaringizni ma'qullayman. Он подтвердил свои слова. U o'zini gaplarini ma'qulladi deganni aytishimiz mumkin. Keyingisi отвергать, kimnidir rad etish. Bu yerda nimanidir rad etish bo'ladi yoki kimnidir rad etish degan tarjimada kelishi mumkin. Отвергать-ni biz tugallangan qilib aytadigan bo'lsak, отвергнуть deymiz. Bu yerda yo deb aytiladi, отвергнуть. Она всегда отвергает мое предложение. Предложение taklif. U har doim meni taklifimni rad etadi degan tarjimada kelyapti. Bu yerda ko'rayotganingizdek всегда bo'lgani uchun отвергает bo'lyapti. Ya'ni NSVni qo'yyapmiz, chunki всегда ish harakati doimiy bo'lib takrorlanib kelyapti. Отвергнуть bo'ladigan bo'lsa, bu SV shakli tugallangan. Buni murskoy rodga nisbatan отверг deb aytamiz. Женский rod bo'ladigan bo'lsa, unda отвергла bo'lib keladi. Ya'ni gla qo'shimchasi qo'shiladi. Он отверг мою помощь. Bu yerda mana shu joyda bizda винительный падеж bo'lyapti. Nima uchun винительный падеж? Chunki a bilan tugagan yuga o'zgartirib aytyapmiz. Keyingisi выражать, bildirmoq tarjimasida keladi. Bu yerda fikr bildirishga nisbatan ko'pincha ishlatishimiz mumkin. Tugallangan qilib aytadigan bo'lsak, выразить bo'ladi. Misol uchun, учитель учит своих учеников выражать свое мнение. Ya'ni o'qituvchi o'rgatyapti. Uchit degani har xil tarjimada kelishi mumkin. O'qityapti, o'rgatyapti yoki yodlanmoq tarjimasida ham kelishi mumkin. Hozir данный momentda bizda o'rgatyapti o'zini o'quvchilariga выражать свое мнение. Свое мнение o'zini fikri bo'ladi. Выражать свое мнение bo'ladigan bo'lsa, o'zini fikrini bildirishni o'rgatyapti. Bu yerda qaysi zamonda kelayotganini bilishimiz uchun bu fe'lga qaraymiz. Demak, выражать bu NSV fe'limiz ekan. Tugallanmagan qilib aytilyapti. Chunki bu doimiy ish harakatga nisbatan aytilyapti. Ya'ni doim shu narsa bilan shug'ullanadi.
Keyingisi я выразила, например, свои соболезнования. Соболезнование. Bu qachon ishlatamiz? Соболезнование agarda kimdadir qanaqangidir muammo bo'lib qolsa yokida kimnidir o'tib qolsa, biza выражаю свои соболезнования deb aytamiz. Ya'ni hamdardlikni bildirish kimgadir выражать fe'li bilan aytiladi. Keyingisi интересоваться, biror narsaga qiziqmoq. Tugallangan qilib aytadigan bo'lsak, za приставкасini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Интересоваться и заинтересоваться. Demak, bu SV shakli, bu esa NSV shakli bo'ladi. Интересоваться kimda, kimgadir qiziqish yoki интересоваться чем-то, nimadirga qiziqish. Она раньше интересовалась языками. U oldin tillarga qiziqardi. Demak, bu NSVda kelyapti, chunki o'tgan zamonda bu ish harakati bizda davom etib kelgan. Demak, bu yerda раньше bo'ladigan bo'lsa, oldin yoki ilgari deb tarjima qilinadi va интересоваться NSV fe'li bilan berilyapti. Keyingisi я заинтересовалась этой книгой. Men bu kitobga qiziqib qoldim deganda aytishimiz mumkin. Demak, bu ish harakati bir marta bo'lgan ish harakati hisoblanadi. Ya'ni bir marta shu kitobni o'qishga qiziqdim va shuning uchun ham SVda, ya'ni tugallangan ish harakatida beryapman. Keyingisi обладать, biror narsaga ega bo'lmoq tarjimasida keladi. Bu yerda faqatgina чем-то aytishimiz mumkin. Обладать чем-то, nimadirga ega bo'lish. Эти дети, bu bolalar обладают способностью запоминать быстро. Ya'ni tez eslab qolish qobiliyatiga ega. Способность degani bizda qobiliyat bo'ladi. Запоминать bo'ladigan bo'lsa eslab qolish, ya'ni tez eslab qolish qobiliyatiga ega demoqchi bo'lsak, эти дети обладают способностью запоминать быстро deymiz. Так, обладать fe'lini biz SV shaklda aytmaymiz. Keyingisi осознавать fe'li bo'ladigan bo'lsa. Осознавать fe'limizni tugallangan qilib aytmoqchi bo'lsak, осознать bilan aytamiz. Осознавать что-то, ya'ni nimadirni anglash yoki tushunib yetmoq tarjimasida keladi. Misol uchun, я осознаю свою ошибку. Men o'z aybimni tushunib yetyapman deganda aytishimiz mumkin. Va oxirgisi misolimiz свои ошибки он осознавал со временем. O'z xatolarini u tushunib yetdi. Со временем degani vaqt bilan, ya'ni vaqt o'tishi bilan deganda aytishimiz mumkin. Buni juda ham ko'p holatlarda ishlatamiz, shuning uchun ham buni ham eslab qolinglar va bu so'zlarni so'z boyligingizni oshirishni xohlasangiz, bu so'zlarni albatta eslab qolishga harakat qiling.